Mana bugun biz podlivka bilan guruch qilmoqchimiz. Как мясо по-китайски. O'zbekchasi. Obedga. Mana shu katta yurtada, ichi stoloviy. Mana bu kichkina yurtalarda esa klientlar dam olishyapti. Men esa ular uchun ovqat tayyorlagani kelganman. Ana bizning yurtimizni ichki tomoni konditsionerlar bor mana. Juda ham zo'r. Odatda yurtlar issiq bo'ladi, lekin bu yerda har bitta yurtada konditsioner bor. Shuning hisobiga yurtlar juda ham ichkari tomoni muzdek bo'ladi. Mazza qilib issiq kunda dam olsa bo'ladi. Mana har bitta yurtada bor konditsioner. Ichkarisida esa har bittasida mebel bor. Yig'iladigan mebellar bor, yig'ilmaydigan mebellar bor. Sharoit juda ham zo'r ekan. Bu reklama emas. Prosta men shu joyga klient uchun ovqat qilgani keldim. Men har xil joylarda klient uchun ovqat qilgani boraman. O'zimning guruhim bor. O'sha guruh bilan birga ovqat qilish uchun boraman. Qancha odamga desa, shuncha odamga ovqat pishira olaman. 100 ta, 200 ta, 300 ta, 400 ta, 500 ta farqi yo'q buni. Men oddiygina poverman. Oddiygina. Menda hech qanaqa bir mukammal bir ovqatlar yo'q. Oddiy shu o'zimizning ovqatlarni odamlarga yetarli darajada qilib pishira olaman. Katta oshlarni ham damla olaman. Bu reklama emas, prosta o'zim tanishtiryapman-da.